لو أنزلنا هذا القرآن على جبل يسبح له ما في السماوات والأرض Parvardigor, muborak kunlarda, fazilatli bir damlarda go'zal bir bayt, Allohning bayti degan ushbu masjidimizning qurilishi, g'ish qo'yish arafasida Allohning kalomidan tilovat qildik. Parvardigor, o'zingning kalomingni tilovatini bizdan qabul aylagin. Qurbonlik, jonlik so'yib Parvardigor olam duoga qo'l ochib turibmiz. Jonlik so'yish arafasidamiz. O'zing qabul aylagin. Parvardigor olam bu tilovatdan hosil savoblarni odamdan xotamga, xotamdan bu tamacha o'tganlar. İbrahim Halilullah, İsmail Zabihullohlar, Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning ruhi poklari, ahli bayt, sahoba ikrom, ulamo, mashoyixlarimiz, xosatan aziz vatanimiz O'zbekiston diyorimizda o'tgan barcha hokimbomiz boshchilik yaqindagina mana ta'mal toshib o'rgandik, yig'ish qo'yatirmiz. Parvardigor olam barcha bog'otliklar, aziz xalqimizni hokimbomiz boshchilik rahbariyat oldida yuzlari yorug', boshlari hamisha sarbaland bo'lsin. Dehqonchilik ziroatlariga, chorvalariga amalga oshirilayotgan davlat rahbar tomonidan Allohumma robbana anzilna munzalan mubaraka va anta xayrun munzil. Alloh o'ngimdan qilsin, muborak aylasin. Bi rahmatika ya arhamar rohimin. Bismillah, Allohu akbar. So'yamiz qassobni.